Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga topda demchik bo'lish uchun maslahatlar beraman. Agar video yoqsa, like va obuna bosib qo'yinglar. Agar dizayn va YouTube optimizatsiya kerak bo'lsa, lichkamga yozing kanalimga. Qani boshladik, ketdik. Mana bo'ldi, Короче, ko'plar so'raydi, optimizatsiya nima? Optimizatsiya tekinga o'rgatadigan bor va pulisi bor. Pulisi bu fayl. Ya'ni ana 20 ming so'm, 25 ming so'mga sotadilar-ku bolalar. Shu optimizatsiya fayl bu telefoningizga optimizatsiya qilib beradi va sizning telefoningiz masalan 45 fps bo'lsa, 60 fps dagi ishlaydi. Yoki regani to'g'rilab beradi. Eng kerakli optimizatsiya bu nima? Mana shu o'zi qimillatyapman-ku, mana bu. O'shanga kirasiz, mana bu. O'rtada mana ko'ryapsizlarmi? O'shaga kirasiz. Загрузить все emas. Mana bu qaysi biri bu? Ana, tepadagi очистка bo'limi bor mana. Очистить 5 GB turibdi-ku, o'shani bosamiz. Вручную bosamiz. Ok. Udalət qilmoqchi bo'lgan narsalarimizni olamiz. Tak, nimalarni olamiz? Mana bular, короче, hech nimasi kerak emas. Mana bularni hammasini o'chiramiz. Bu просто telefoningizlarni qotadi bu mana. Endi очисткani bosamiz. Bu kim bo'ldi? Ha, очисткani bosdik. To'xtatamiz. Yana buni umumniy udalение bosamiz. Yana sariq knopkani bosamiz. Endi очистка bo'ladi, umumniy udalение bo'ladi. Mana 1 GB o'zi 1,5 GB o'zi nima qiladi? Optimizatsiya qiladi. Bu ancha yordam beradi telefoningizni tez ishlashiga. Hozirdan 30 sekund taxminan to'ladi. Bu juda katta yordam berdi. Men buni topda demolardan o'rganganman. Asosan Skill.uz.dan. Skill.uz.dan menimcha hamma biladi. Hozir boshda biroz qotadi. Keyin bir marta PUBG'ni kirib, chiqib, boshqadan kiring. Bomba ishlaydi. Keyin yana nima qilish kerak? Agar siz qattiq TDMda zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz YouTube'ga video qo'yishingiz kerak, TikTok'ga yoki Instagram'ga shorts video qo'yishingiz kerak. Shunda bu sizga avtomatik motivatsiya bor-ku, o'sha beradi, motivatsiya beradi. Keyin siz avtomatik tarzda o'yingiz ancha zo'r bo'ladi. TDMda, klassikada. Chunki siz o'sha video qo'yapsiz-ku, sizni ishingiz nima bo'ladi? Mas'uliyatingiz katta bo'ladi avtomatik tarzda. Keyin ana optimizatsiya fayl bor-ku, o'shalarni kim sotishini bilaman. Ana YouTuber Shax bor-ku, o'sha sotadi, Gladik sotadi. O'shalardan YouTube'ga kirib, Telegram kanaliga kirib sotib olsangiz bo'ladi. Bu просто reklama emas, shunchaki tavsiya beraman. Men lekin bunaqa narsalarni sotmayman. Telegram kanalimda faqat dizaynerlik bilan shug'ullanaman. Так что вот так. Keyin bola ana YouTuberlar YouTube kanalingiz va videolaringiz uchun preview avatarka banner kerak bo'lsa, men o'zim yasab beraman. 10-15-20 ming so'mga chiroyli qilib yasab beraman bola. Telegram kanalim nomi Hasanov Servis. Iboboy Hasanov Servis. O'shanga kirib bemalol sizga o'zingizga kerakli narsalarni topib olishingiz mumkin. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Mana keyin device-ni qanaqa olish kerak? Asosan sizga Samsung, Android olishni maslahat bermayman, chunki ular qizisa yaxshigina qotadi. Sizga olishni maslahat beraman iPhone 60 fps dan balandini olinglar yoki 60 fps olib, uni optimizatsiya qilsangiz, telefon ancha yaxshi nima qiladi va 120 fps li iPhone'ga yig'guncha shu 60 fps li iPhone'da o'ynab turasiz va YouTube'ga content, video, shorts qo'yasizlar. Keyin bu sizlarga motivatsiya beradi va ancha yordam beradi. Yana bola bitta ishlaydigan motivatsiya beraman. Bu 100% ishlaydigan narsa bu nima?
Agar sizlar qimmat akkaunt, donatorskiy akkaunt yoki donatorskiy skinlar bilan o'ynaysizlar-ku, bu sizga juda katta yordam beradi bolalar. Chunki men ham o'zim donatorskiy akkauntlarda o'ynayman-ku, menga motivatsiya beradi, shu o'rgim kelmaydi, shu zo'r kiyimlar bilan o'ynagim keladi bolalar. Endi 3-bosqich o'tamiz va bu oxirgisi edi. 3-bosqich oxirgisi. Hozir aytaman nimaligini. Keyin bolalar, TDMda zo'r bo'lishning yana bitta usuli bu sizlar platka sotib olishinglar kerak. Masalan, youtuberlar bilan 20 ming so'm, 30 ming so'mga siz birorta bloger bilan YouTube qo'yishingiz mumkin va taxminan 50-100 mingga sizga u yutqazib beradi va shu bilan siz kontent qo'yishingiz mumkin, populyarlik yig'ib olishingiz mumkin va agar подписчиклар qancha ko'p bo'lsa, shuncha siz TDMda o'yingiz zo'r bo'lib ketadi. Masalan, Skill Uzebay, Aslanboy, Teo Timurlarning подписчиклari ko'p va masalan Teo Timur hozir O'zbekistonda va Aziyada chempion bo'lgan. U Teo Timur nomer 1 igrok. Shuning uchun platka sotib olsangiz, blogerlar bilan o'ynasangiz ancha zo'r bo'ladi. Ana bot, PUBG'da yangilar bilan o'ynamang bolalar. Bu sizga yordam bermaydi. Yaxshi qattiq bolalar bilan o'ynang. PUBG'ni nima o'ynab oladi, 3 yillik, 4 yillik kamida opti bo'lsa, shular bilan o'ynang bolalar. Keyin o'zingizlar devicelar uchun bitta kuler va naushnik olsangiz ancha yaxshi bo'ladi. Ayniqsa naushnik juda katta foydasi bor bolalar. Короче bolalar, maslahatim shu. Yaxshilab qo'llab ko'ringlar bolalar, o'zingiz bilasizlar. Lekin men aytdim, bu juda zo'r foyda beradigan narsa bolalar. Xayr bolalar, endi agar sizlarga akkaunt obzorlar qiziq bo'lsa, bundan oldingi videomni ko'ringlar, men qo'yganman YouTube'da. 10 minglik, 40 minglik va 100 minglik akkauntlarni. Xayr bolalar.